Donfin 008 2025 kuzovdagi ultra pozitsiyadagi avtomobilimiz hamda 2026 modeldagi Leapmotor C16 avtomobillarimizda birgalikda solishtiramiz hamda qisqacha obzor qilamiz. Leapmotor C16 1.5 atmosferli motor bilan jihozlangan avtomobilimiz 228 ot kuchiga ega. Donfin YP008 esa 1.5 turbina motor bilan jihozlangan hamda 272 ot kuchiga ega. Leapmotor C16 da batareyka sig'imi 38.7 hamda elektr masofasi ancha ko'paygan. Ya'ni 200 km emas, 280 km masofani bosib o'tadi. Donfin YP008 esa 34.3 va 210 km masofani bemalol bosib o'tadi. Benzin bakining hajmi Leapmotor C16 da 55 litr, Donfin YP008 esa 60 litrni tashkil qiladi. Leapmotor C16 1000 km masofani bosib o'tadi. Donfin YP008 esa 1100 masofani bemalol bosib o'tadi. Leapmotor C16 2026 modelimizda bagaj sig'imi 430 litrni tashkil qiladi. Donfin YP008 avtomobilimizdagi esa 410 litrni tashkil qiladi. Polni elektr benzinda Donfin YP008 avtomobilimiz 1310 km masofani bosib o'tadi. Leapmotor C16 esa 1280 km masofani bemalol bosib o'tadi. 2026 modeldagi Leapmotor C16mizda salon qismidagi bir nechta o'zgarishlarni hozir ko'zdan kechiramiz. Ya'ni birinchi o'zgarishi monitor katta monitorga o'tgan. Lidar qismi ishlayapti, o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Ya'ni 540 gradusli kamerani bemalol ko'zdan kechirsanglar bo'ladi. Endilikda siz Leapmotor C16 da masajlarga ega bo'lgan avtomobilda bemalol uzoq masofaga haydab keta olasiz. Oldi sidinalarda va orqa sidinalarda masajlari mavjud. Qo'shimcha tariqasida muzlatkichlari ham bor. Ushbu muzlatkich isitadi ham, sovutadi ham. 2024 ga qaraganda 2026 modeldagi Leapmotor C16mizning orqa ekrani sifat darajasi ancha yuqori bo'ldi. Leapmotor C16 ning barcha modellariga russikatsiya xizmatimiz hamda prilojeniyalarini qilib beramiz. Va Leapmotor C16 Xitoydan kelayotgan avtomobillarimizda qo'shimcha tariqasida faqatgina NFC kartasi hamda temir kaliti bo'ladi. Biz qo'shimcha tariqasida pultlarni ham qilib beramiz. Kapitanskiy sidinalarda hammasida masaj bor. Ushbu kapitanskiy sidinalarning eng qulayliklaridan biri orqa sidinaga bemalol yotqizsangiz bo'ladi. Hamda esa ikkita kapitanskiy sidina bir-biriga yopishadi, bir-biridan uzoqlashadi va oldinga va orqaga bemalol yuradi. Barchamizga salondan mashina olib, salafanlarini yechib, maza qilib haydab yurish nasib qilsin. Donfin YP008 ultra pozitsiyadagi avtomobilimizda ham rul abagiriflari mavjud, xuddi Leapmotor C16 kabi. Lekin Leapmotor C16 ning to'rttala sidiniyasida masajlari mavjud bo'lsa esa faqatgina Donfin YP008 da esa shofyor tomonidan masaji mavjud bo'ladi. Abagirif abduflari esa oldi sidiniyada ham, orqa sidiniyada ham bo'ladi. Xolodilniklari esa xolodilnik nedvijnoy xolodilnik bo'ladi, ya'ni xolodilnik oldinga va orqaga bemalol harakatlanadi. Leapmotor kabi Donfin YP008 avtomobillarimizga russikatsiya xizmati hamda prilojeniyalarini qilib bergan holatda 3 yil garantiyalari bilan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Kapitanskiy sidinalar bitta zo'r tarafini qaranglar. Pastakanchikda chiqishini. Qo'shimcha tariqasida bunaqa muzlatkichlarni qaranglar. Bemalol cho'zilib o'tirmaysizlar. Yoningizga bemalol keladi hamda plus tarafi Leapmotordan 3-qatori kengroq va maza qilib o'tirib ketsanglar bo'ladi. Qaysi avtomobilimiz sizga yoqdi? Donfin yoqqan bo'lsa, kommentariyada Donfin so'zini yozib qoldiring. Leapmotor yoqqan bo'lsa, Leapmotor so'zini yozib qoldiring. Agar avtomobillarimizni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, biz siz bilan bog'lanamiz.